Kredit axborot tahlili markazi kredit byurosidan ajoyib yangilik. Endilikda siz kredit tarixi ma'lumotlaringizni osongina nazorat qila olasiz. Buning uchun KTM mobil ilovasini smartfoningizga yuklab olishning o'zi kifoya. Mobil qurilmangizga ilovani o'rnating, o'zingizga qulay tilni tanlang va eng avvalo foydalanuvchi kelishuvi bilan tanishib o'ting. Keyingi bosqichda MyID biometrik identifikatsiya tizimi orqali ro'yxatdan o'ting. Bu sizning shaxsiy ma'lumotlaringizni xavfsizligini ta'minlash maqsadida amalga oshiriladi. Endilikda siz scoring ballingizni istalgan vaqtda bepul ko'rishingiz mumkin. Ma'lumotlar har kuni yangilanadi, ya'ni sizga eng so'nggi ko'rsatkichlar taqdim etiladi. Siz o'z kredit tarixingizni onlayn tarzda oson va tez yuklab ko'rmoqchimisiz? Marhamat! Buning uchun ilova bosh sahifasidagi ommabop xizmatlar bo'limining kredit tarixi va scoring sahifasiga kirgan holda kredit tarixini olish tugmasini bosing. Xizmatdan foydalanish uchun o'zingizga tegishli bo'lgan bank kartasini ilovaga qo'shish yoki ilovada ko'rsatib o'tilgan to'lov tizimlari orqali amalga oshirishingiz mumkin. Siz kredit tarixingizni 1 yil davomida bir marta bepul olishingiz va bundan tashqari pullik asosida yana bir necha marotaba ham olish imkoniyatingiz mavjud. Siz uchun yana bir qulaylik. Ilovaning boshqaruv menyusidagi harakatlar tarixi bo'limidagi mening so'rovlarim sahifasi orqali kredit tarixingizni bemalol onlayn ko'rishingiz va yuklab olishingiz ham mumkin. SMS xabarnoma xizmatini ham albatta faollashtirib oling. Buning uchun ilova bosh sahifasidagi ommabop xizmatlar bo'limidagi Freeze va SMS xabarnoma sahifasida mavjud SMS xabarnoma xizmatiga mobil raqamingizni biriktirishingiz kifoya. Mazkur xizmatni faollashtirganingizdan so'ng sizga xizmatning faollashgani haqida SMS xabar keladi. Bu hali hammasi emas. Ilovada taqdim etiladigan qulayliklar shu bilan tugamaydi. Endi xavotirlanishga sabab yo'q. Harakatlar tarixi bo'limida kredit tarixingizni kim tomonidan olishga urinishlar bo'lsa, siz SMS xabarnoma sahifasi orqali onlayn tarzda xabardor bo'lishingiz mumkin. Shu bilan birga, ilova orqali kredit tarixingizning olinishini cheklash imkoniyatiga egasiz. Buning uchun Freeze sahifasiga o'ting va kredit tarixi olinishini cheklash xizmati tugmasini bosing. Xizmat faollashtirilgani haqida SMS xabar orqali xabardor qilinasiz. Unutmang, ushbu xizmatni faollashtirish uchun avvalo SMS xabarnoma xizmatini yoqishingiz kerak. KTM mobil ilovasi moliyaviy boshqaruvdagi ishonchli yordamchingiz.